Butun respublika miqyosida O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida o'tkazilayotgan kitobxonlik haftaligi doirasida Qorovulbozor tumani axborot kutubxona markazi tomonidan Buxoro ixtisoslashgan Jayron pitomnigida tadbir tashkil qilindi. Kitobxon yoshlar va ijodkorlarni bir davraga jamlagan adabiy kecha tafsilotlari navbatdagi lavhamiz mavzusi. Insonning ona tabiat bilan uyg'unligi o'ziga xos mohiyat kasb etadi. Odamzod qanchalik qulay va shinam sharoitlarda bo'lsa ham, hamisha tabiatga talpinib yashaydi. Ayniqsa, qish qahratonidan endigina chiqilgan paytda qir adirlar, bepoyon dalalar, tog'u bog'lar bag'rida bo'lish insonga o'zgacha bir huzur halovat bag'ishlaydi. Bu manzaralar kitobxon va ijodkorlar uchun ham ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Shu bois O'zbekiston kitobxonlar yurti loyihasi ishtirokchilari dastlab Jayron pitomnigining o'ziga xos jozibasidan bahramand bo'ldilar. Maftunkor cho'l tabiati, noyob hayvonlar, Jayron, Turkman quloni, Perjevalskiy oti, Buxoro bug'usi, tog' qo'yi va echkisi, ularning biologiyasi to'g'risida ma'lumotlar, tabiat go'zalligidan bahra olish imkoniyati barchaga ko'tarinkilik ulashdi. Shundan so'ng ijodiy muloqot va mushoiralar boshlandi. Tadbirda so'zga chiqqanlar keyingi yillarda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga davlatimiz rahbari tomonidan katta e'tibor berilayotgani, kitob mutolaasi kishini ma'naviy kamolot sari yetaklashi, inson har tomonlama yetuk, komil shaxs sifatida shakllanishdagi o'rni nihoyatda beqiyos ekanini alohida ta'kidlashdi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari hamkorlikda ijodiy kecha tashkil qildik. Bu yerdan maqsad avvalambor yoshlarımizga, tabiatimizga, ona tabiatimizga, vatanimizga mehr muhabbat ruhini singdirish, kitobxonlikni targ'ib qilish, kitobxon millat g'oyasini ro'yobga chiqarish. Shuning bilan bir qatorda yoshlarimizda shoirlarga, yozuvchilarga nisbatan hurmat va mana shu kasbga nisbatan ehtirom uyg'otish maqsadida tashkil qilingan. Jayron pitomnigida tashkil etilgan sayr-u sayohat yoshlarning madaniy hordiq chiqarishiga, tabiatni asrab-avaylashga, o'z o'lkasiga mehr-muhabbat ruhi, g'ururlanish hissini shakllantirishga ham xizmat qildi. Uchrashuv yakunida tadbirning faol ishtirokchilari, tashkilotchilar tomonidan munosib rag'batlantirildi.